Qanday qilib o'libdi? Giyohvandlik tufayli. Fentanil. Bir dona igna izi. Nima? U giyohvand bo'lganiga shubham bor. Tomirlarda iz yo'q. Demak, u hali yangi bo'lgan, nima qilayotganini bilmagan. Mazan qo'shnimi Roy? U o'sha yerda bo'lgan. Qotillik joyida. Ha. Buni aytgandi. Yo'q, barmoq izlari haqida gapirmayapman. U kelgandi, tongda biz o'sha yerda bo'lganimizda. Shuni esladingmi? Uni qotillik joyida ko'rganingmi? U uyda barmoq izlarini qoldirgan, hamma joyda. Ertalab qotillik joyiga kelgan. Biz u bilan gaplashganmiz. Uni qotillik vaqtidagi alibisi uyda yolg'iz bo'lgani haqidagi so'zlari. Va biz buni tekshirmaganmiz. Qo'shnilari va do'stlari bilan gaplashmaganmiz. Uyda Isaac Samuelning barmoq izlari ham juda ko'p edi. Unda sabab bo'lgan va u aybini tan oldi.